Diqqat, tezkor xabar. 1 maydan boshlab hujjatsiz migrantlar Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Migratsiya agentligi Rossiyada patent olmagan fuqarolarimizni huquqiy maqomni tiklash uchun ham vaqt qolgani haqida ogohlantirdi. Xabarga ko'ra, 2025-yil 30-aprel kuni Rossiya Federatsiyasi prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi 1126-sonli farmoni bilan berilgan imkoniyatlar huquqiy maqomga ega bo'lish uchun berilgan muddat tugaydi. 2025-yil 1-maydan boshlab huquqiy maqomni tartibga solmagan shaxslarga nisbatan chiqarib yuborish va kelajakda Rossiyaga kirishni taqiqlash kabi choralar qo'llaniladi. Rossiya hududida qonuniy qolish huquqini beruvchi tegishli ruxsatnoma hujjatlarini olish uchun Rossiya Ichki ishlar vazirligining hududiy organlariga, Rossiya Ichki ishlar vazirligi FQB PVC filiallariga yoki Rossiya shahridagi GUB MMS Saxrovaga murojaat qilish so'raladi. Rossiya O'zbekiston va Tojikiston bilan migrantlarni tashkiliy yollash sohasida hamkorlikni rivojlantirmoqda. Rossiya O'zbekiston va Tojikiston bilan migrantlarni tashkiliy yollash sohasida hamkorlikni rivojlantirmoqda. Tomonlar tegishli shartnomani tuzdilar. 2017-yilda O'zbekiston va 2019-yilda Tojikiston bilan, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya boshqarmasi ruxsatnoma, viza ishlari va tashqi ishlar migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Pavel Dutov MDH xalqaro iqtisodiy forumida. U migratsiyadan oldingi tayyorgarlik markazining ochilishi va u yerda migrantlarning barmoq izlarini olish va Rossiya Federatsiyasiga kirishga cheklovlarni tekshirish imkoniyati yo'lga qo'yilishini ma'lum qilib, yangilik deb atadi. Bu ish O'zbekiston fuqarolarining kirishi bo'yicha sinov loyihasi doirasida amalga oshirildi.